Bu ayol tashqi ko'rinishdan aybsiz tuyulsa ham aslida unday emas. 1920-yillarda Nyu-York shahrida kanalizatsiya tizimi qurilishi olib borilgan. Bu loyihaga 15 mingdan ortiq ishchi jalb qilingan edi. Ammo faqat bir necha hafta o'tgach tunda tunnel ichida yurgan g'alati ayol haqida xabarlar kelib tushdi. Dastlab ishchilar bu ayoldan xavotir olishmadi, hatto unga laqab ham berishdi. Tashqi ko'rinishi tufayli uni qog'oz ayol deb atashdi. Ammo bir kecha voqealar keskin tus oldi. Ishchilar tanaffus paytida uzoqdan noaniq chaqnashlarni ko'rishdi. Avvaliga e'tibor berishmadi, biroq keyin ular kichik oq jism yaqinlashayotganini ko'rishdi. U yaqin kelganida esa bu qog'oz ayol ekanligini anglab yetishdi. U to'g'ridan to'g'ri ularga yugurib kelar edi. Xo'sh, sizningcha bu ayolga nimaga qog'oz ayol deb laqab qo'yishdi? Barcha ishchilar qochib ketdi, faqat Troy ismli yigit qoldi. U hazillashib, balki u shunchaki quchoqlashmoqchidir deb qo'llarini ochgancha turib qoldi. Taxminan 1 daqiqa o'tib qog'oz ayol uni katta tezlik bilan urib yubordi va ular qorong'ulik ichiga g'oyib bo'lishdi. Qolgan ishchilar uni qidirganda Troy allaqachon halok bo'lgandi, ayol esa yo'qolib ketgandi. Keyingi oylarda qog'oz ayol bilan bog'liq yana bir nechta voqealar sodir bo'ldi. Natijada bir qancha odamlar bedarak yo'qoldi va halok bo'ldi. Oxir-oqibat shahar politsiya komissari barcha ofitserlarni yig'ib uni qo'lga olish uchun tunnelga tushdi. Ammo bu Nyu-York shahri tarixidagi eng fojiali kunlardan biriga aylandi. Bunday videolar Telegram kanalda anchagina bor. Telegram kanal manzili esa profilda. Yana shu kabi qiziqarli va sifatli kontentlarni ko'proq tomosha qilishni istasangiz sahifamizga obuna bo'ling.